Hi everyone, welcome back, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 48. Assalamu alaikum savatdaşlar, yaxshimizlar? Bugun shu 47 darsning davom bo'lgan 48ni o'rganmoqchi. O'xshashdan bu darsdami? Do you like or do you want? Shu ikki jumlani shaklini nihoyatda pishiq mashq qilmoqchi. Andaqda avval shu darsimizda uchraydigan bir necha yangi so'zlar bor ekan. Shu yangi so'zlarni o'rganib chiqaylik. Birinchisi fresh. Okay, fresh. Ana fresh degan lafz qilganda ma beşirke üstten kişimizle aslında kılıyımızda azırak işleyimize fresh. Okay, fresh. Good. You know, fresh, what is that? It's a fresh air. Okay, fresh air. And bu ne mersanla sap hava. Mesela bu şu çütün burun kava kanda oldu. İntihayın sap oluşuna ama bu şimdi deyimiz fresh air. Right? Fresh air. Okay. You know, we have fresh air in the morning. Right? Arada biz aytganda nima bor? Nayt sap hava bor. Shunama we have fresh air in the morning. Bizning aytganda nima bor desanglar? Sap hava bor. Sap hava. Ondan keyin andan yana boshqa narsalar fresh deganimiz sap yangi degan gap. Masalan, mevichi bilan sayko'ktatlarga shu yangidan uzilgan, yangilam chiqqan, yangisini nima deymiz? Fresh deymiz. Masalan, fresh apples, shunama yangi olmalar. Fresh bananas degandek. Masalan, you can buy fresh fruit in the market. Siz bozordan yangi meva-chevalarni sotib ola olasiz. Okay. Bu yerga fresh fruit deganimiz nima desanlar? Yangi meva-cheva. Hamda yangi sayko'ktat deganda nima deymiz desanlar? Fresh vegetables. You know, fresh vegetables. Okay, fresh vegetables. Hanskana qaranglar. You know, they are running in the fresh air. Okay, ular sap havada qanday qilyapti? Yuguryapti. Okay, they are running in the fresh air. Demak, ham fresh deganimiz yangi, sap degan gap, a fresh air. Okay, next one is egg. Okay, egg. Egg. Bu egg deganimiz nima ekan? Tuxum. Tuxumni nima deymiz? Sanlar egg deymiz. Masalan, fresh egg. Yangi tuxum. Degan tuxum deganda yangidan chiqqan tuxumni nima deymiz? A fresh egg. Okay, hamda ma bir nechta yangi tuxumlar bo'lsa, some fresh eggs. Okay, some fresh eggs. Okay, from fresh eggs. You know, I want some fresh eggs. Manga yangi tuxum nima? Lazım. Misharki lazım deganda want. I want. Okay, you want. Do you want? Okay. And the boil an egg bo'lsa nima? Tuxum pishirmoq. Yoki boil the eggs, yoki boil an egg. Tuxum pishirmoq. Ma boil degan qaynatmoq-ku hamda. Masalan, she's boiling an egg. And u tuxum pishiryapti. Yoki she is boiling eggs. Yoki birlik shaklini olamiz, yoki ko'plik shaklini olamiz. Chunki ma egg degan nima? Sarg'ini bo'ldirasizmi? Boil an egg. Okay, next one is butter. Okay, butter. What is the butter? Okay, resim qaranglar. Bu butter masalan bolkani ustiga surib bergan sarmay shunami? Sarmay degan nima deymiz? Butter deymiz, Butter. Butter. So, do you have any butter? Sizda yoki sizlarda sarmay bormi? Hamda masalan do'kondan ichiga kirib, hamda do'kondan so'g'anda sizlarda ma'nosi bormi deb so'raymiz. Shunami? Do you have any butter? Do you have any butter? Okay. I like to have a butter cake. Okay, I'm the meaning. And I'm saying ba. I'm sure sarmay sökelgen cake. Tortigim ba. Yaki a butter bread. Okay, butter bread. Butter cake. Okay. Next, what is honey? Okay, what is honey? You know, honey, saptava. Boni mersanla asal shunama? Asal. Musha asal nim deymiz, sanla honey deymiz. And the sap asal bo'lsa pure honey. Okay, pure honey. Demak, chiqanda saqtliq qatmagan sap bo'lsa nima? Pure honey. So, do you like honey? Siz nimaga murakmi? Asalga murakmi? Endi bu asal qanday qilgan olmaydi desanlar, sarg'ini bo'lmaydi.
sanıgını bombaydı. Sanıgını bombaydı. Şuna nime desanglar? Do you like honey? Deyimiz. So, where can I buy pure honey? Okay. Demek ki nereden hem de sap esel setip alayım. Where can I buy pure honey? Okay, hem de nereden setip alayım? In the supermarket. Supermarket degen nima? Sağda tallabıdır şuna ama. Ara tallabıdır sap esel var mı? Hayt az. Okay. Where can you buy? In dairies. Mesela süt mahsulotları dükkanda setip alansa. Belki bir yer buluşu mümkün şuna ama. Mesela süt satırgan yoki shu asal bee baqadigan asal zavodlar bor, factory bo'ladi yoki some beer house bo'ladi degandekchi, bee degandek shu yerda qanday desanglar sapasanlar bo'ladi. So I want some honey. What about you? Hamda menga azroq nima asal lozim. Sizgacha. Okay. Honey. Bu money bilan o'xshab qoldi ekan, o'qilishi. Honey, money. Ba'zida no money, no honey deydigancha. Voy, pul olmasa asal bo'lmaydi. Endi men honeydan yana bir eg'iz tildagi ko'chmanlik ishlatilishini bersanglar, chet elliklar o'zi yoqtirdigan odamni honey deb chaqiradi. Jinim, aslim degan gap. Masalan, qiz yigitlar honey deb shunami? Yoki ota-onalar, masalan, urug' tuqqanlar esa honey, suyumlikim, amrikim, aslim degan gapcha hamda bu. Honey. Okay. Next one is jam. Okay, jam. All right, jam deganimiz nima desanglar? Murabba. Qaranglar, har xil murabbalar bor ekan. Okay, har xil murabbalar bor ekan. Masalan, potato jam, tomato jam deb har xil nimalar bor. Shuningki murabbasi. Potato jam degan yangi murabbasi, tomato jam bo'lsa, sho'xli murabbasi. Apple jam, alma murabbasi. Shunami? Strawberry jam. Okay, strawberry rasmda ko'rinib turibdi, bo'ljirgan. Shunami? Orange jam. Okay. Shu apelsin murabbasi. Okay, next one ripe. Okay, ripe. Masalan, a ripe banana, pishgan banan. Shunami? A ripe apple, pishgan olma. Okay. Ripe tomatoes, pishgan nimalar? Sho'xlar. Demak, endi ripe deganimiz nima desanglar? Pishgan. Endi odamning pishqaniga ishlatamiz desa, yo'q. Odamning pishqanini mature deymiz, Mature. Okay, are you mature? M-A-T-U-R-E. Mature. Okay, mature. Next one, sweet. Okay, sweet. Sweet deganimiz nima desanglar? Tatliq. Masalan, this fruit is really sweet. This fruit is really sweet. You know, I like something sweet. I remember tatliq narsaga amroq. You know, I like something sweet. Men tatliqroq bo'lgan bir narsa qanarsanglar, bo'z bo'ldi, amroq degan gap bo'ldi. Sweet. Masalan, she has a sweet smile. Endi majo, uningki tatliq bir kulgisi bor. Tatliq degan nimamiz sweet. Masalan, yana sweet melon. Sweet melon degan nima bo'lganini savolashlar, bu tavuz deymi? Qovunni arada sweet melon deymiz. Sweet melon. Arada sweet degan tatliq degan gap. Okay, sweet melon. And the watermelon bo'lsa, shu watermelon, tavuz. All right, next one is Scotch whiskey. And the Scotch deganimiz Shotlandiya degan gap savollar. Shotlandiyaning masalan, Scotland deb Angliya mamlakatda 4 davlatning birlashmasi England, Scotland, Ireland, Wales debchi. Hamda bu England, shu Scotland degan Shotlandiya. And Scotch degan shu Shotlandiyaning. Whiskey deganimiz nima? Aroqning bir turi, aroq. So do you like whiskey? Siz whiskey ga amroqmi? Yes, I do. I like Scotch whiskey. Amroq. Men nimaga amroq deydi? O'sha Scotch whiskey ga amroq deydi. Shotlandiyaning ismi nimasiga? Whiskey ismi. Beer. Okay, beer degan shu desanglar pivo. Masalan, bir botolka pivo degani a bottle of beer. And bir botolka whiskey degani a bottle of whiskey. So have some beer please. And sazroq pivo iching, shunami? Have some beer please.
Okay, hamda ma'ni ekan? A wine. Okay, wine. Bu üzüm araqini ko'rsatadi, wine. So I like to drink wine. Okay, meniki nima ishkim bor? Üzüm araq ishkim bor. Yoki meva araqlarini arab tilida deymiz, wine deymiz. So do you want a bottle of wine? Sizga bir botilka üzüm araqi lozimmi? So do you want? Okay, lazimmi? Nima? So where can I get some beer? Okay, where can I get some beer? Men nadan mushu pivuset ola olayman. Degandek, wine. Onun nisbatan nima winening yana bir ma'nosi barang deb ma'nosi bor. Ma'lum o'zimning barang bor savodashlar. Shuni wine deymiz. Next one is choice. Okay, choice. Choice. Bu tanlangan, xillangan, sarxil degan gap ham. They are choice apples. Ular bo'lsa nima? Xillangan olmalar yoki tanlangan olmalar yoki ala ali. You know, I want to buy some choice apples. Shnama, I want some choice grapes. Hamda boshqanisi nima? Grapes. Okay, bu nima desan? Uzum degan gap bo'ldi. Xo'sh, hamza ma'nim bo'ldi. Blackboard. Hamda sinfning oldidagi qora doska. Mushundan erkamiz balla blackboard. Blackboard. Bu blackboard deganimiz hamda shu qardoska. Odatda hamda hozir bosh bor bilan yozg'ash tugab marker bilan yozdi. Hamda bu nima deymiz? Whiteboard. Whiteboard. Masalan, I must clean the blackboard. Men bu doskani qanday qilishim kerak? Surtishim kerak. The teacher is standing in front of the blackboard. Muallim shu doskaning oldida qanday qiladi? Turib o'tadi. In front of nang oldida. Xo'sh, hamma kitobning 96-betdagi men mashq qaranglar. Buningga shu narsani to'shqiz ekanmiz. Masalan, off degan ayrilmoq, over degan birsining ustidan shunama, biz tegishib qolmagan. Between ishkinasining orasidan, in front of nang oldida, behind, keyinida, under, ostida, across degancha kesib o'tadi. Hamma qaranglar, the airplane is flying the village. Okay. Ana bu shu villagening ichidan o'tamiz. Yo'q, ust tarafdan bunda uchib o'tamiz. Ust tarafdan shunama flying over the village. Okay, mashining ustidan uchib o'tayotadi. Masalan, the ship is going the bridge. And the ko'rikning ostidan o'tadi shunama. And the osti degan nima dedik? Under. Okay, the ship is going under the bridge. And children are swimming the river. And bu daryoni qanday qilib o'tdi? Maqirg'aqdan, yana maqirg'aqqa manda o'tgan bo'lsa, bu kesib o'tgan bo'ladi. Shunama kesib o'tgan bo'ladi. Shu kesib o'tishni across deymiz. Shunama, the children are swimming across the river. Okay, across the river. And what about, two cats are running along the wall. And the shu along degan bo'ylab shunama, tamni bo'ylab qanday qilyotadi? Yugurayotadi. Two cats are running along the wall. The boy is jumping off the branch. A branch deganimiz daraxtning shixi. Daraxtning shixini qanday qilyotadi? Sakrab tushadi. The girl is sitting her mother and father. Dadasi bilan opasining orasida o'tirib qanday qilyotdi? O'tirib o'tibdi. Sitting between her mother and her father. The teacher is standing the blackboard, in front of the blackboard. Teacher is standing in front of the blackboard. Blackboard is behind the teacher. And bu doska muallimning nimasi keyinida. Behind. Okay, endi qaranglar, yana bir biga. So do you like honey? O'zga misolda yes, I do. I like honey, but I don't want any. Men esilga o'raq, lekin menga lozim emas. Tushundingmi? Masalan, does he like honey? U esilga amraqmi? Desa, u amraq. Yes, he does. He likes honey, but he doesn't want any. Okay, I'm the mau ekranga sal xato esib qolibdi. Savolashlar. He likes asqatimiz jumlaga. He likes honey, but he doesn't want any. So, do you like bananas? Bananas. Yes, I do. I like bananas.
But I don't want one. Lekin mening birasine qadaqim yo'q, ag'im yo'q, yegim yo'q. Ag'im yo'q, shunaqa. So do you like coffee? Yes, I do. I like coffee, but I don't want one. Well, I don't want any. Meningki men lozim emas. Endi bu sanag'ini bo'lmaydiganga anyni, sanag'ini bo'lganga one ishlasak bo'ldi. So do you like biscuits? Yes, I do. I like biscuits, but I don't want one. Biscuits in sanag'ini bo'lib pecheni beramiz, shunaqa. So do you like ice cream? Yes, I do. I like ice cream, but I don't want any. Lekin meningki nima qilgim yo'q, yegim yo'q degandek. Okay, hamsa abigallik dasmi mushagichi bo'lsin. Topshiriqmi shu. Mashqni ait astoydil o'zingizlar bir qo'l bilan kitobni bir ishlab baqsanglar, xatosini ekran qarab tuzatsangiz bo'ldi. Bo'ldi. That's all for today and see you next time. Goodbye.